migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va navbatdagi yangiliklar bilan tanishing. Yangi haftadan mayskiy prazdnik boshlanadi. Shu munosabat bilan ba'zi bir markazlar ishlamaydi. Shu haqda video davomida batafsil. Mehnat migrantlari afsuski politsiya tomonidan tahqirlandi. Moskovskiy oblastida poyezd vokzallarida migrantlarga qarshi katta reyd tadbirlari bo'ldi. Hujjat rasmiylashtirishdagi katta navbatlar yuzasidan rasmiy murojaat yo'llandi. Rossiya prezidenti migrantlarga berilgan amnistiya muddatini rasman uzaytirdi. Bu haqda video davomida batafsil. Rossiyada dushanbadan 3 kunlik qisqa ish kuni boshlanadi. Kuni kechagi birinchi maydan boshlangan dam olish kunlari yakshanbagacha davom etadi va dushanba kunidan to chorshanba kunigacha ish kuni bo'ladi va chorshanbadan yakshanba chistosigacha yana dam olish kunlari davom etadi. Ertalabki soat 8 dan to kechki soat 8 gacha markaz domgidek ishlaydi. Kafelardan birida migrantlar yana kaltaklandi. Guvohlar so'zlariga ko'ra, xavfsizlik kuchlari so'nggi bir oy ichida bu yerga bir necha marta tashrif buyurgan. Rossiya fuqarolari ba'zi bir sabablar bilan yoki mehnat qilish maqsadida O'zbekistonga tashrif buyurishdi. Bularga munosabat shunday bo'ladigan bo'lsa, holat nima kechadi? Buni bir o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni vaqtinchalik mehnat faoliyatini olib borayotgan migrantlarga bu qadar noto'g'ri qo'pol muomalada bo'lish albatta joiz emas. Albatta vaziyat bunday qolib ketmaydi. Mana shu politsiya xodimlarini ustidan ham nazorat qilishi organ mavjud. Bularni darhol mana shu nazorat ostiga olinadi. Yaqin kelajakda bularni mana shu ishdan bo'shatiladi va jarima kaltaklanganlarga, ya'ni tahqirlanganlarga moralniy, materialniy uşurb qoplatib beriladi. Bu safargi noqonuniy migrantlarga qarshi reydlar Moskovskiy oblastida Jidi vokzallar yon atroflarida bo'ldi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, qo'lga olingan barcha shaxslarni barmoq izlari olingan. Ba'zi muhojirlarni aynan mana shu barmoq izlarini olish uchun politsiya bo'linmasiga olib kelishgan. Rossiyani sabzavotchilikka ixtisoslashgan ba'zi bir hududlari migrantlar tanqisligiga duch kelishyapti. Masalan, Astraxan ma'muriyati va qishloq xo'jaligi vazirligining shikoyatlari tufayli bu yerda ishlayotgan muhojirlarni mana shu taqiqlarni bekor qilish taklif qilyapti. Bu qishloqlarda mavsumiy yig'imni terib olish uchun o'rtacha 10 mingdan 20 ming ishchi kuch kerak bo'ladi. Albatta buni qo'shni qishloqdan o'tgan yoki studentlar yoki shu yerdagi Rossiya fuqarolari yig'ib ola olmaydi. Mana shu migrantlarni ba'zi bir regionlarda qo'yilgan cheklovlarni olib tashlash kerakligini, migrantlarga joriy qilingan cheklovlarni bekor qilishni oldi surishyapti. Hujjat rasmiylashtirishdagi katta navbatlar yuzasidan Tashqi mehnat migratsiya agentligi, O'zbekiston bosh konsulxonasi rasmiy murojaat yo'lladi. В сегодняшнем списке я был 50 какой-то. А там уже зашли сколько народов, уже у меня 22-го срок истекает. А если срок истекает, надо мне уже за границу надо. Человек или вынужден покинуть страну, или стать нелегалом здесь уже. Потому что вот стоять вот здесь ведь на морозе 3-4 часа, нам 6 часов утра, и целый день здесь стоять. Если они не успевают, они уходят на границу, пересечение границы. И у них заново снова становится месяц. Поэтому люди вот так вот злятся, они не успевают абсолютно. А почему они не успевают? Потому что они не могут попасть в УФМС. Мы приезжаем ночью, приезжаем с утра, вот как получается, вот так приезжаем. А у нас время тоже деньги, у нас тоже дети есть. Принимают в день по 70 талонов, 80 окошек работают. В принципе, должны принимать еще побольше людей. Они должны выдерживать нагрузку. Masalan, Sankt-Peterburgdagi migratsiya markazi oldida fuqarolar 2-3 kunlab hujjat rasmiylashtirish uchun navbatga turishga majbur bo'lishayotgani. Mazkur murojaatda xorijiy fuqarolarni qabul qilish jarayonini tezlashtirish, qo'shimcha oynalarni ochish taklifi ilgari surilgan. Bundan tashqari, bu vaziyatni migrantlarimiz maksimal foydalanib qolishlari uchun O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiya agentligi bosh konsulxonasi haftani har payshanba soat 15:00 dan 17:00 gacha mana shu migrantlarga hujjat rasmiylashtirishga kerak bo'lgan maslahatlari va huquqiy amaliy yordam berib kelishyapti. Rossiya prezidenti hujjat rasmiylashtirishdagi amnistiya muddatini
sentyabr oyini 10-chislosigacha uzaytirdi. Eslaringizda bo'lsa, 2024-yil bahordan boshlab migratsiya siyosati kuchaytirildi. Shu doirada 2024-yil dekabrda qabul qilingan farmonda huquqiy maqomini belgilangan muddat ichida rasmiylashtirish talab qilindi. Ushbu imkoniyatdan foydalanib qolmagan chet el fuqarolarini kelajakda mamlakatdan majburiy chiqarib yuborishi aytib o'tildi. Ya'ni deportatsiya qilib mamlakatdan majburiy chiqarib yuborishlariga bu sabab bo'ladi. Shuning uchun huquqiy maqomingizni hali ham tiklamadingizmi? Bu borada erinmang. Albatta migratsiya markaziga murojaat qilib huquqiy maqomingizni darhol tartibga keltiring. Qisqacha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, foydali va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, hurmatli vatandoshlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.